Xo'p, demak aytyapti. Bizda reaksiya 33 gradusda 20 sekundda tugaydi. X gradusda 9 minutda tugaydi. X ni hisoblaydi. Reaksiya temperatura koeffitsiyenti 3. Demak, temperatura koeffitsiyenti 3 ga teng ekan. Demak, reaksiyani hisoblashimiz kerak. 33 gradusda 20 sekundga teng. Endi X gradusda deyapti. Endi 9 minutda tugash uchun bizda qoida bor. Harorat qancha ortsa, vaqt shuncha kamayadi. Endi harorat kamaysa, vaqt ortadi. Demak, harorat kamaygan. Bu yerda 33 dan Vankov qonuni bo'yicha har 10 gradus degan uchun 23, 23 dan keyin 13, 13 dan keyin 10 ketsa 3 qoladi. Keyin bu yerda -7 o'sha tarzda ketardi. Endi 20 gradusli havo endi ortib qoladi. Demak, undan keyin 60, undan keyin 6 kira 3 180, 180 ni deylik 60 ga bo'lib oladigan bo'lsak. Xo'p, 60 ga bo'lib oladigan bo'lsak, 3 minut bo'lib qolar ekan. Minutga o'tib ekan. O'shanda 9. Demak, temperatura 3 gradusgacha tushirilganda reaksiya 9 minut davom etadi. Minut. Demak, harorat tushganda vaqt ortadi. Javob A javob.